Ekranga yaqinroq keling. Endi siz chakchagingiz ham har doim o'xshab chiqadi. Birgalikda press chakchak tayyorlaymiz. Demak, idishimizga 6 ta tuxum, yarim choy qoshiq tuz va yarim choy qoshiq iste'mol sodasi solib vinchik yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashmani ustidan 3,5 piyola unni oz-ozdan solib, avval vinchik yordamida, so'ng qo'limiz yordamida xamir qorib olamiz. Xamirimizdan e'tiborli bo'lamiz, juda ham yumshoq va qo'lga yopishqoq holatda bo'ladi. Xamirimizni 30 daqiqa tindirib olamiz. Tingan xamirimizni avval kichkina jovada, keyin katta o'qlov yordamida un sepib yoyib olamiz. Kesish jarayoniga yetib keldik. Xamirlarimizni ustma-ust taxlab, xuddi chuchvarani kesgandek qilib lentali kesib olamiz. Kesib olingan lentachalarimizni sochiq ustiga qo'yib 15 daqiqa qazitib olamiz. Tayyor bo'lgan lentalarimizni qizib turgan yog'da juda ham past olovda pishirib olamiz. Pishirayotganimizda videoda ko'rsatilgandek qilib chovli yordamida orqa oldini o'girib turishimiz kerak bo'ladi. Videoda ko'rib turganingizdek chakchaklarimiz xuddi shunaqa kukuruzga o'xshab qimir-qimir bo'lib chiqadi. Endi esa yarim tayyor bo'lgan chakchagimizning ustidan issiq qiyomimizni quyib olib aralashtirib olamiz. Har doim o'xshab chiqadigan eng ishonchli qiyom retseptimni keyingi videoyimda chiqazaman. Obuna bo'lib kuzatib boring. Chakchaklarni hammasini birdaniga solib qiyomlab bormaymiz. Oz-ozdan solib, qo'limizni ho'llab, presslab boramiz qolipga. Qolgan qiyomimizni ham cho'mich yordamida presslangan chakchagimizning ustidan quyib chiqamiz. O'shanda yaltillab chiqadi. Chakchaklarni bezagi uchun men yong'oq mangisidan foydalandim. Sizlar o'zingizlar xohlagan bezaklardan foydalanib yasatib olsanglar bo'ladi. Tayyor press bo'lgan chakchagimizning ustini strech paket bilan yopib 2 soatga qo'yib qo'yamiz. Shunda chakchak va qiyom birga 2 soat davomida uyg'unlashib oladi. Eng ishonchli retseptda chakchagimiz tayyor. Bon appetit! Obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin.